95% odam g'alaba qila oladigan, ham tez, ham o'riqli bo'ladigan usullarni yutib qo'yma. 4 nuqtaga yig'inchoqlab qo'ydim. Turmushimizga bak qolaylik. O'riqlingiz bo'lsa, bir tal yurak berib saqlab oling, cho'qim o'riqlay olasiz, juma. Birinchisi, o'riqlash cho'qimdan tomoqni kontrol qilamiz. Buni men bek chiq dedim. Sizmi bilib ketdingiz, eg'izni boshquramiz. Ammo eg'izni boshqarish bek tez. Shunda qanday qilganda boshqarg'ili bo'ladi? Yavatqa yemeklikning turini to'g'ri tanlaymiz. Ya'ni, qora ochliqlarni asos qilamiz. Masalan, mifan o oqashliqligi yana shumi bo'ladi. Ma qora mifan, ranglik mifan, masalan, savmi, qo'ngshu, qonaq, kav, yangyu, sulu yarmisi, ma'ningdek ochliqlarni talasak, qo'saq unda ichib ketmaydi. Aq unda qilgan nonni, xemirni, xo'shang, manta, juvava, lag'man, ye va mayli uni almashtiraylik bo'lmasa, ama eg'izimiz qichib, yana o'riqlishimiz kayniga surilib ketadi. Shu vaqt tomoqdan sirt hech nima yemaymiz, ushshaq-cho'k narsani cho'qim tashlaymiz. Cho'p-cho'ng bo'lib qolganki, ushshaq-cho'k narsani yemay chidig'ili bo'ladi juma. Malachor, zachor deganlarni tashib o'ting, ha. Bu birinchi muhim nuqta. Ikkinchisi, yeyotgan tomoqimizning vaqti, ya'ni 3 vaqt tomoqni 8 soatning ichiga yig'ayli. 16 soat vaqt qo'saq ochtirsin. Masalan, bugun kechda siz tomoqni 8 da yegan bo'lsangiz, kech tomoqni ertasi birinchi vaqt tomoqni siz taxminan 12 larda yeyishingiz kerak. Masalan, bugun kechrak tomoq yesangiz, erta nashtani kechib tursiz. Gapim tushunish bo'ldimi? O'riqlar surtingiz tezlashidi. Xohlagan vaqtda tomoq yeb ko'nib qolmang. Uchinchisi, harakat qilayotgan bo'lsangiz davomlashtirib bering. Mana men yo'l mengyapman, sizmi mengib bering. Harakat qilgan odamning ishtohasi turaqli bo'ldi, ro'y kayfiyat turaqli bo'ldi, turmushlik tashvishliklar yo'qaydi. O'riqlar surtingiz tez bo'ladi. Jenshin fanga bering demayman, ammo mesela ko'chaga chiqib yo'l mengib bo'lsangizmi hisob. To'rtinchisi, har qanday olg'a ilgirlayman degan odamning oldida cho'qim bir agri to'qayliq bo'ladi. O'raklarga tushib ketasiz, voz kechmang, shu o'rakdan chiqib yana oldingizga menging. Mo'sha sizning yo'linish to'g'ri bo'lsam, yo'l to'g'ri bo'lsam, biroq etim o'rak tushib ketganga hech nima bo'lmaydi, kayningizga yenib ketmaysiz. Oldingizga mangsingizdan bo'ldi. Nada yiqilsangiz shu yerda qo'ping. Yiqilgan yeringizdan siqaq ko'tarib, kayniga apirib qo'ymaganki. Voz kechmang, sizga olg'a ilgirlayapsiz, bunchalik bo'ron chapqin degan bor. Çoqum qarab ilgirlayli, çoqum o'riqlay olamiz. Bu 3 oyning ishi. Men sizga to'xtamay rag'bat berib turman. Siz çoqum qila olasiz bu qitim. G'ayrat qiling.